insonning o'z vatani oldida bir necha vazifalari bor. Ana shu vazifalardan bittasi vatanni haqqiga duo qilish. Payg'ambar alayhissalom o'z vatanlarining haqlariga duo qilganlar. Bu borada payg'ambarlarning otasi bo'lmish Ibrohim alayhissalomni Qur'onda kelgan duolarini eslaylik. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va iz qala Ibrohim robbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlihi minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa'umatti'uhu qalilan thumma adtarruhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Sadaqallohul azim. Ibrohim alayhissalom Ismoil alayhissalom o'g'illari bilan hozir biz yuzlanadigan Ka'bani, qiblani qurganlaridan keyin shu duoni qilganlar. Duoda nima deyaptilar? Ey Robbim, Makkani tinchlik shahri qilgin va uning aholisidan Allohga va oxirat kuniga ishonuvchilarga turli mevalardan rizq qilib bergin. Alloh ulardan kofir bo'lganlarni esa biroz rizqlantirib so'ngra do'zax azobiga mubtalo eturman. Bu o'ta yomon oqibatdir dedi. Ibrohim alayhissalom Ka'bani qurganlaridan keyin duo qilganlar Robbilariga. Birinchi so'ragan narsalar nima? Robbi ij'al hadha baladan amina. Bu Makkani shunday bir shahar qilginki tinch bo'lsin. Keyin so'radilar rizq ber deb. Qarang. Ey Xudo, Makkani o'ta bog'roqqa aylantirib, odamlar yeydigan narsalarni ko'paytirdi deyishni ikkinchi o'ringa qo'ydilar. Nima uchun? Inson tafakkur qiling, dasturxoningizda ser, hamma ne'matlar bo'lsa-yu, tinchlik bo'lmasa, u ne'mat sizga botadimi? Rohat bo'ladimi? Yo'q. Agarchi dasturxoningizda bir burda non bo'lsa-yu, tinchlik bo'lsa, haligi bir burda nonni maza qilib yeysiz, yeganingizni hisam qilasiz. Shuning uchun Ibrohim alayhissalom nechinchi asrda yashagan degan savolni bering. Eramizdan oldin. Uni asrga yeta olmaysiz hech kim. Ana shu davrdagi insoniyatning ham dardi tinchlik bo'lgan. Ibrohim alayhissalom aytdilar: "Ey Robbim, Makkani tinch shahar qilgin" deb turib, endi faqat tinchlik bilan qorin to'ymaydi-da. Qorin to'yadigan narsa ham ber dedi. Mana hozir Makka, Madinaga borsangiz, dunyodagi bor narsa borki o'sha yerda bor. Qish yoz demaysiz. Ba'zi mevalar qishda bo'ladi, ba'zilari yozda bo'ladi, bahorda bo'ladi. Lekin Makkaga boring, yil 12 oy dunyoning har chekkasidan Alloh taolo o mevalarni tayyorlab qo'yibdi hojilariga va umrachilarga. Bu nima? Ibrohim alayhissalomning Ka'bani qurib bo'lgandan keyingi duolari va duolarining ijobatining sharofati shu bo'ladi. Demak, Ibrohim alayhissalom Makkaning haqqiga tinchlik so'rab duo qildilar va xalqini rizq bilan rizqlantirishni so'radilar. Mana shu duoni bilgan payg'ambar alayhissalom Madinaga kelganlaridan keyin Oysha onamiz radhiyallohu anha aytadilar, hali hijob farz bo'lmagan bir vaqtda ekan, otalari Hazrati Bilal va u kishining xizmatkorlari bitta uyda Ansorlikda turgan. Shunda Rasulullohdan so'ragan ekanlar, "Ya Rasululloh, bor bir otamdan hol ahvol so'rab kelsam maylimi?" deganlarda, "Mayli, borib kel" degan ekanlar. Borsalar, uchallari uch joyda qattiq istimalab yotibdi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu dan so'radilar, "Ey otajon, ahvolingiz qanday?" dedilar. "Men o'lmasdan oldin o'limni his qildim" dedilar. Bu degan nihoyatda qattiq dard bilan kurashyapman. Hazrati Bilol ham shu gapni aytdilar. U xizmatkorlari ham shu gapni aytdilar. Shu qadar qattiq istima, shu qadar og'ir kasallanadi, chunki yuqorida aytgandek Madinaning ham ob-havosi biroz qiyin edi. Keyin Oysha onamiz Rasulullohning oldilariga kelib, "Ya Rasululloh, otam Bilol va uning xizmatkorlari uchalasi nihoyatda og'ir dard bilan kurashyapti. U ham bo'lsa huma degani qattiq istima kasal degan. Haqlarga duo qiling" dedilar. Shunda payg'ambar alayhissalom duo qilganlar. Duolarda aytganlarki, "Allohumma habbib ilaynal madinata ka hubbina Makka aw ashad. Allohumma barik lana fi sa'ina va muddina." Ey Alloh, Madinani bizga Makkani suyganimizdek yoki undan ziyodaroq suyukli qilgin. Madinani ham o'zimizni vatandek yaxshi ko'rib qolaylik, chunki u boshqa joy. Va uni tosh tarozisiga, so'm muddiga barokat bergin dedilarda, duolarning oxirida bu yerdagi dardlarni boshqa joylarga ko'chirgin deb duo qilganlar. Uchallari ham va qolgan sahobalar ham, bemor bo'lgan sahobalar ham shifo topgan va Madinada o'shandan keyin og'ir kasallik bo'lmagan.
payg'ambar alayhissalom Madinada qo'nim topganlaridan keyin o'sha Madinani ham haqqiga duo qildilar. Aslida u yerda tug'ilmaganlar. Lekin tug'ilmasalarda ham shu yerda vatan qildilarmi? Endi ey Robbiy, Makkani bizga qanday sevdirgan bo'lsang, Madinani ham xuddi shunday sevdirgin, undan ham qattiqroq sevdirgin va bizning tarozilarimizga, bu rizqimizga, daraxtlardagi mevalarga barakot bergin va bemorlarga shifo bergin. Madina ahlini qattiq sinov bilan sinamagan deb duo qilganlar. Duolari ijobat bo'ldi. Natijada sahobalar shifo topishdi. Demak, har bir inson namoz o'qiganidan so'ng u kechki tahajjudda turadimi, farqi yo'q, kunduzi bo'ladimi, nafilda bo'ladimi, farqi yo'q, duosini bir bo'lagida yurtni tinch qilgin deb duo qilish kerak ekan. Bittamiz emas, bittamizni duomiz o'tadi albatta.